Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, yaxshidami, charchamay. Biz hamon Samarqanddamiz. Nimaga chiqdik? Karimov qabriga. Chiroyli joylar ekan, meni ham birinchi marta ko'rishim. Asror ekan. O'zinglar yaxshimisizlar? Musofurdagi vatandoshlar, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston. Xudo xolasa mana shu yerda bir aylanib keyin yo'lga chiqamiz qayerdir. Usta. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sizmisizlar? Maza qilyapmiz hamma. Havo ham rosa aylanadigan bo'lyapti. Islom Karim qabriga kelganmiz, ziyorat qilib. Ishga chiqay. Shunga qabr edik. Samarqand qayerlarga boraylik? Bilmagan qanaqa joylar bor? Nima yozyapmiz, ketyapmiz. Sharqdagi. Ishga chiqay. Yana biron joy bo'lib qoladi. Bugun Samarqanddamiz. Shunaqa gaplar, yaxshilar. Yo'ta ziyoratgo'lari bor, uchinchi shogirdlari Zayniddin Ko'y Orifon Ko'kchamachi. Zayniddin Ko'y Orifonga ayon bo'lib qolarki, bir 7 yoshli bola ko'zi yo'q, avliyo bo'lgan. Bir ko'raylik qani nima qodir balam. Menga suv kerak, faqat issiq bo'lsin, lekin o'tirgan joyga atrof sharoit yo'q, suvni sintiblashga. Lekin oftani olib, ariqdan qoralab, suvni olib, chaponni ko'tarib, qalbarga ushlab, yopib, asta sekin 3 qadam qo'yib uzatganda. Ismi nima tog'a uni? Shayx Nuriddin Basir Hazratlari, Amir Temur Boni ruhoniy pillari, ustozlari, qo'mondonlari. Amir Temurda ustozi bo'lgan-a? Ha. Lekin bu kishining qabrlari bu yerda bo'lmagan. Ko'ksaroy Amir Temur Boni oldilariga bo'lgan. 1880-yil urushda Samarqandni egallab olib, bu kishining maqbaralarini portlatib, Amir Temur Boni qo'ygan tillo va ukaso boshqa bo'lganini vagon o'tib Rossiyaga jo'natib, qabrini ochib jasad chiqadimi, suyak chiqadimi olib ketamiz deb turganda, Maftumi Azam avlodlaridan Said Mir Nizomiddin Xo'ja Namanganlik Samarqandga o'sha yillarga katta qozi ekan, o'zlarining qo'llari bilan mana shu yerda olib kelib, yashirinib, qabri xarob qilib qo'ygan ekan. Oddiy insonga o'xshab. Mustaqil bo'lganimizda mana shu maqbarani hajri puli bilan bir ayol qurgan ekan. O'zi ko'rasizlar, ana qanaqa maqbara. Lekin bu kishini olib kelib yashirgandan keyin maqbara ham to'xolga yashirinib turibdi. Mana daraxtlar yashirinyapti. Oldiga bo'lib maqbarani ko'rasizlar. Lekin bitta Samarqandlik podshosi bilan ko'rishgan zamoni Shayx Nuriddin Basir bu shunday Samarqandlik podshosini qo'lini ushlagan zamoni ayon bo'lib qolganki, Samarqandlik podshosi xafa qolmay so'ragan. Sizga santalat, boylik, hamma sharoit muayyan bo'lsa, siz nimaga xafa qolmaysiz? Avliyo bu, sizga ko'z yo'q-ku, meni qayerdan ko'ryapsiz? Xudoyim taolo ko'z bermagan uchun qalbimni ko'zini. Men sizni qalbim bilan ko'raman. Qalbim ochib beryapti, siz xafa qolmang. To'g'ri topdingiz, men xafa qolmayman. Sabab bir farzandim bor, qiz bola uydan ko'chaga chiqmaydi. Nima sabab? Meni qizim pes maqav degan. Bu yo'ling olib kelsin, buyurgan. Marhamat. Tarixida bizlar ham bilmoqchi edik-da. Xo'sh. Kelinglar, qo'shilinglar. Aytib kelyapti. Buyurgan, olib kelgan zamoni Samarqandlik xalqining o'rtasiga kirib, bir duoni o'qib, Alloh taoloning inayati bilan bizga kelgan deb qo'llarini ochib, kaflariga tupurib, bechiga surtganda 1 minutning ichida Xudoyim taolo shifo bergan ekan. Bitta karomanni ko'rsatib, shuncha Samarqandlik xalqini yomon yo'ldan qaytarib, islom diniga kirgizib, o'zlariga muxlis qilib olgan ekan. Qani marhamat, kelinglar. Mana buni o'qidinglarmi? Qisqa qilib chiroyli qilish tariflarini o'qib qo'ygan. Qoramal margan. Kirmaysizlarmi? Bismillah. Onalarni tutuyor. Kichkinaroq onalarniki bu Shayx Nuriddin Basir bo'lmaydi.
Lekin buni qarangki, o'sha 12-asrlarda noinsoflar bor ekanki, to'g'ri bu noinsoflar bor, tamom bo'lmaydi. Bu noinsoflar bir 18 yoshli bola kelib, bu kulbaga o'tirib o'zini bashoratchi avlod deb turibdi. Bir sinovdan o'tkazaylik deb borib bir mushukni ushlab, olib kelib, so'yib, achib, tozalab, osh pishirgan ekan. Bir tovuq oshni suzib, o'sha pishgan mushukni qozonni tagidan shunday tovuqning ustiga qo'yib, shayxning basiboni oldilariga olib kelib qo'ygan ekan. Lekin buni qarangki, mushukni ushlab, olib kelib, so'yib, achib, tozalab, osh pishirib, tovuqqa suzib, ustiga qo'yib, olib kelib qo'ygancha, o'tirgan kulbadan qalb ko'zi bilan ko'rib turgan ekan. Olib kelib qo'ygan zaman janibor san berdi, nima qilarsan deb pish deganda, tovuqning ustidan sakrab turib bo'lib yerga chiqib ketgan. Mana qulun tolib bergan karomatni qarang. Lekin buni qarangki, Buxorolik 4 avlodimiz eshitib qolgan ekanki, Toshkentdan Samarqandga bir avlod degan ekan. U bir borib u kishini ziyorat qilib, duolarni olib, suhbat qilib kelaylik. U kishining ko'zlari yo'q ekan, yoshlari uni chaqib ketib, Buxoroga aytib chiqsalar, bu kishi Buxoroga aytgan gapni eshitib turib Navoiyga chiqqan ekanki, mening shogirdim ziyoratga kelyapti. 3-4 martalar bu kishining ismlarini olib Buxorodan chiqib, bu kishi eshitib turib Navoiyga chiqib kutib olgan ekan. Kun o'tib bir kun o'sha 4 avlodimiz ichida bir katta avlodimiz Buxoroga ma'ruza qilib turgan ekan. Ma'ruzani tugatib xayol bilan yuraklarga aytganki, biz Samarqandga borib uzumini yeb keldik ekan. Buxoroga yondagi ma'ruzaga o'tirnaga hech kim eshitmagan. Oqshom biz Samarqand yo'liga chiqib Navoiyga kelsak, ustoz yo'qlar. Ustozga nima bo'lib qoldi? Kasal bo'ldimi? Borib ko'raylik deb bu yerga kelsalar, ustoz tasbih qaytarib o'tiribdi. Assalomu alaykum ustoz. Ondan kelishim sizga ayon bo'lmadimi? Chiqishga chiqmadingiz. 3-4 marta keldik, bizlarni Navoiyga kutib oldingiz. Bu safar siz meni ziyoratga emas, uzum yeyishga kelyapsiz. Lekin yurakga aytgan gapni ham Xudoy taolo qalblarga solib turgan ekan. Qalb ko'zi shunaqa ekan. Bu ko'z emas ekan, qalb ko'z ekan. Samarqandlik xalqqa murojaat qilgan ekanki, 30 so'tga meni qo'yinglar. Mana shu kurbaga kirib ustozim vasiyat qilganini bajaray deb kirgan zamoni Alloh taolo tomonidan quloqlarga ovoz kelgan, yo'q, sen o'tirma. Lekin Samarqandning falon burjaga bir avlozot turibdilar, uchun borib bir ziyorat qilib, duolarni olib suhbat qilib ketdilar. Bu kishi to'g'ri o'tirmasdan chiqib avloboni oldiga borsalar, avlobo o'tiribdilar. Samarqandli avlobo o'tiribdilar. Yonlariga bir paxsalik eski devor turibdi. Lekin u tomoni jari juri ketman lapati turibdi, haligi arava turibdi. O'zi ko'z bilan ishora qilib, ketman bilan lapatga tuproqni o'rtyapti, arava borib jari juriga to'kib tekislab kelyapti. Lekin bu shayxning basib borib assalomu alaykum deb 3 marta salom bersalar, bu kishiga e'tibor bermagan bu avlobo, qaramagan, e'tibor bermagan. E'tibor bermadilar-ku deb şu yon o'tirgan yonlarda devorning tagiga bir ilonni muhayyo qilgan ekan shayxning basir bu. Ilon shunday avlobodan o'tgandan keyin shunday kelib qo'llariga ilonni olsa, otni qamchiniga aylangan ekan qo'llariga. Shu eski paxsalik devorga o'tirib, qamchin bilan devorni bitta urib makoniga o'rtasa, devor makoniga qo'yib qo'ygan ekan. Lekin bu avlobo hammasini ko'rib turib, buni qarangki, mandan ham zo'r avlod chiqqan ekan-ku, e'tibor bermadim deb shayxning basiboni oylariga kelib uzurmani qilib, suhbat qilib chiqib ketgan ekan. Bir noinsof bir juftining yonidan oq ilonni ushlab, qutiga solib, mahkamlab olib kelib qo'ydiki, siz avlod bo'lsangiz, ayting, qani bu qutingizning ichida nima bor deganda, Alloh taoloning inoyati bilan bizga kelgan, bu qutingizning ichida oq ilon, bu oq ilonning jufti falon joyga deb juftini ham joynayapti. Juftining yonidan ushlab, qutiga solib, mahkamlab olib kelib qo'ygancha kulbak o'tirgan kulbadan qalb ko'z bilan ko'rib turgan. Lekin Amir Temurboy ham bu kishi o'tgandan keyin chiqqan. Amir Temurboy bu kishi oralariga 60-70 yil farq qilgan. Bu kishi ustoz emasmi bu odam? Ustoz emasmi? Yo'q, ruhoniy deyapman-ku. Men tashqarida aytganingizda ustozi dedingiz, shunga tushunmagan joyimni so'rayapman. Tushunmagan to'g'ri. Shayxning basi bu o'tgandan keyin 13-asrning yarmiga 1247-yil Amir Temurboy 14-asr chiqqan. Lekin Amir Temurboy urushni boshlayman degan paytda Alloh taolo tushib yuborganki, boshlama, yuz qizasan, o'zingga pir ustoz qo'mondon toptaganda Alloh taolo tushlariga, lekin bu kishi buni qarangki,
boshlarni ushlab qo'ygan qayerdan kimni topay? Ikkinchi so'rga Xudodan bu kishining tushlariga kirgan, qalblariga kelib o'tirib, 3 so'rga o'tirib, Alloh taolodan iltijo qilib so'ragan, ey Parvardigor, menga tushni yubording, pirim ustozim xonadonini topdim, lekin shu kishining bir ruhini ko'ray deganda, qarangki, 3-so'rga bu kishining ruhlarini ko'rib, ruhdan duoni olib birinchi javonga urushga chiqqan ekan. Har bitta javon urushga chiqqanda avval kelib bu kishini ziyorat qilib, tilovat qilib, qo'y so'yib, qurbonlik qilib, ruhlarni ko'rib, ruhdan duoni olib bu ishlarga chiqib borib ketadi. Yutib kelar ekan. Lekin yillar o'tib Amir Temur bu ishni tugatgandan keyin bu kishining maqbaralariga mana buni ham bitta o'lchalangiz bo'ladi. Bu kishining maqbaralarining tepasiga 7 tonalik tillodan qubba yasab qo'ygan. Lekin eshik tirda tortishlarini tillodan yasab qo'ygandan keyin bu Amir Temur o'tgandan keyin Chorrasiyaga borib aytibdi, Samarqand shahriga shunaqa boylik bor ekanki, o'liklarga tillodan qubba qo'yib deganda ruslar Samarqandni egal bo'lgan ekan, o'sha asrlarda Chorrasiyaga Yevre Kaufman qo'mondan ekan, general qo'mondan. Lekin shuni prikazi bilan ruslar Samarqandni egali bo'lib, birinchi nechta qabriston bor bitta tekshirib chiqib, lekin buni qarangki, qabristonlarga hech yo'q, bu kishining maqbaralariga Amir Temurning saroyiga kelganda juda katta ko'pchilik turgan ekan, ruslar uni portlatib Amir Temur qo'ygan tillo va o'qida boylarni vagon o'qib jo'natib, tarix kitobini topib o'qigan, shuncha tillo qo'ygan, demak bu yerda oddiy inson yotmagan deb tarix kitobini topib o'qigan, tarix kitobi yozilgan. Shayx Nuriddin Basirboniy jasadlarimiz, suyaklarimiz qaysi mamlakatning qaysi davlatga yo'qsa, o'sha yerda vaqt tinchlik bo'ldi bo'lganda, buni qarangki, qarni ochib olib ketamiz deb turganda, mana shu o'qigan bo'lsangiz kerak, Maftumi Azam avlodlaridan Said ibn Nizomiyning xo'ja o'sha yillarga Samarqandning katta qozi ekan, ulardan yashirinib soat 2 oqshomga 4 ta domla qilib qabrlarni ochib, suyaklarni bir yerda o'qiganda o'zlari ruhlari ishora qilgan joyga o'qib yashirinib, qabrni mana bunaqa xarobat qilib qo'yganki, urushlar aylanib yuribdi, men o'zim 1 metrga qo'ysam ochib olib ketadi, qabrni mana bunaqa xarobat qilib qo'ygan ma'lum. Lekin Xudo taologa yaqin bo'lganlari uchun 250 yil xarobat turgan shu dim tuproq 250 yilga tekis bo'lib noma'lum bo'lib ketish kerak. Lekin Xudo taolo yo'qolmasin, tekis bo'lib ketmasin deb shu dim tuproqni toshga aylantirib qo'ygan ekan. Mag'firat qilamiz degan paytimizda tuproq emas, katta tosh oldi. Lekin buni qarangki, mana bu aya qo'sho hajga boraman deb pul yig'ib yurgan, mustaqil bo'lganimizda. Lekin navbatlari kelganda pulingizni olib topshiring, hajga borasiz, navbatingiz keldi dedi. Bu aya qo'sho meni pirim bor. Men ixlos qilaman bu kishiga. Bir ziyorat qilib Samarqandli, ha. Bir ziyorat qilib kelay deb bir yerda o'tirgan joyimizga kelganda bu kishi qabrini onalarim mana bunaqa xaroba. Qabrini ko'rib yo'q hajga bormayman, yiqqan pul bilan shu kishiga maqbara quraman deb hajni pul bilan shu maqbarani qurgan ekan. Ana pastiga buni ham olingan Xomiy deb familiya ismlarini yozib qo'ygan 95 boshlab 97 2 yilga mana shuni ana shu oyoq qo'sho qurgan ekan. Alloh razı olsun. Siz tarixchimisiz, tog'a? Nima? Tarixchimisiz? Men tarixchi, birinchisi, ikkinchisi men mana shu sohaga 24 yildan buyon ishlayapman. 15 yil avval qiziq. Dars berganmisiz? Ha. Qayerda? Maktabda dars bergan, maktabdan keyin haligi Samguga bir yil dars bergan. Samgu. Universitet. Ha, Samarqand. Keyin mana shu sohaga kelib 15 yil Xizrboga ishladim, 4 yil Karimovga ishladim. Ana o'sha Karimovga ishlagan paytimda charchab qolgan ekanman. Xizr alayhissalomchilarga o'qilib qolsam, kunduz kuni tushimga bir nuroniy oqsoqol kelib, ishora qilib shu yerda borasan, 5 yildan buyon hech kim. Xo'p, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Sharingni qabrga chiqdik. Hozirgi nimalar bor ekan? Tushuntirish berdi-yu. Shular oldik. Video qo'ydim. Qiziq gaplar gapiryapti o'zi. Kimgadir qiziq bo'lib qoladi deb. Shunaqa biz
Hali ham Samarqanddamiz, Xudo xolasa. Kuzatib turinglar qadrdonlar.